efir ketdi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlarga ham assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Shunaqa bo'ldiki, kecha o'yladim, kecha efirni yarmidan o'chib qolganda ertaga o'zi. Chunki odamlar bilan muloqot ko'proq effekt beradi. Chunki mana o'zingiz o'tirasiz, o'z zritellar bilan gaplashganingizdan ko'ra insonlar bilan muloqot odamlarga ko'proq anaqa bir effekt beradi. Kecha kinoni ko'rdinglar? Ko'rganlar bormi? Nechta odam ko'rdi? Ajab bitta odam bo'lsa ham ko'rdi. Men ancha oldinroq ko'rganman. U kecha juda charchagan edik. Uxladik to'g'riroq. Ko'rgilmadinglar. Kecha aytdim jonli efirdan oldin kinoni ko'ring. Mayli. Kinoni qisqacha spoiler qilib beraman sizlarga. Nimaga? Sababi voqealar anaqasi bor. Ketma-ketligi bor. Shu voqealar ketma-ketligini to'g'ri ulash uchun, sipochka qilish uchun shu kinoni ko'pchilikga ko'rishni tavsiya qilgandim. Kinoni ko'rsanglar hayron qolasizlar. Kinoni nomi boshqacharoq, kinoni ssenariysi boshqacharoq. Kinoni nomi o'zi ayol tarovat. Запах женщины kinoni nomi ruschasiga. Запах женщины, то есть. Lekin ayol deyarli kinoda ayollar ishtirok etmagan qiziq. Kinoda ayollar ishtirok etmagan, shunchaki xullas bir talaba bo'ladi. Talabalar bor, nechta bor? Bormi? Bittami sen talaba? Siz talaba. Qayerda o'qiysizlar? Pittsburgh. Talaba, bitta oddiy talaba haqida film va o'sha talaba ishlash kerak bo'ladi. O'qishdan tashqari pul kerak bo'ladi va kinoda o'sha uni kursdoshi yana boy bola bo'ladi. Ikkalasi kutubxonadan chiqqanda boshqa bir yana o'rtoqlarni ko'rib qolishdi va o'sha uchta o'rtog'i direktorga nisbatan direktorning ustidan kulish uchun anaqa stalbaga shar qo'yib, uni ichiga nima deydi, har xil suyuqliklar bilan to'ldirmoqchi bo'lishadi. Shuni ko'rib qolishadi. Keyin ertasi kuni o'sha uchta yigit o'sha direktorning ustidan kulish uchun direktor mashinasini qo'yadigan joyning ustiga, mashinaning tepasiga o'sha sharni qo'yishadi. Va har xil mikrofonni olib gapirishadi direktor kelganda va sharni ishirishadi. Direktor sharni mashina kuluvchi bilan teshamadi, bitta teshganda ustiga narsa to'kiladi. Va direktor jahli chiqib o'sha 3 ta bolani aniqlamoqchi bo'ladi. Eng qizig'i ana ikkita yigit kutubxonadan chiqqanda 3 ta bolani ko'rgan kimligini. Va bitta qariya o'qituvchi ham ko'rgan bo'ladi. O'sha mana shu ikkita bola guvoh, boshqa 3 ta bolani ko'rishdi ular deb aytib berganda, oxiri kinoning oxiri shunaqa kulminatsion nuqta bo'ladi. Sud qilishadi. Hozir tushuntirib beraman nimaga bu voqeani aytib berayotganimni. Sud qilishadi, ota-onalarni taklif qilishadi. Ya'ni o'sha ikkita bola guvohligida yo kimligini aniqlashadi, yo agar ular aytmasa, uni ikkita bolani o'qishdan chetlatish haqida o'ylab ko'rishadi. Va orada bola o'sha voqealardan keyin orada bir ko'r insonga xizmat qiladi. Xizmatkor sifatida, endi qarab beradi, ko'r bo'lgani uchun. Va o'sha ko'r inson juda ham bir aqlli, umli, o'zi mayor bo'lib, podpolkovnik bo'ladi, polkovnik bo'ladi va ota-ona majlisiga keladi. Uni ota-onasini o'rniga, bolaning ota-onasi bo'lmaydi endi. Keladida, boy yigitni o'tkazadi, ikkita guvohdan bittasini o'sha kambag'al yigitni o'tkazadi. Boy yigit bilan gaplashadi, uni otasi kelgan bo'ladi, otasi senator va kimdir bo'ladi. Xullas, kambag'al yigit esa o'sha boy yigit aytadi, "Men sen ko'rding o'sha direktor chiqib qolib, ikkita boladan guvohdan so'raydi. Sen ko'rding, kim edi ular desa, otlarni aytadi, prikolniy o'sha bola bo'lishi mumkin. Haqiqatan 3 ta to'g'ri ismni o'sha sotadi. Keyin lekin ko'zim mani xira deydi, linza yo'q edi o'sha kuni, men bilmayman kimligini deydi. Ana yigit esa men ko'rdim deydi, u bu odam bo'lishi mumkin deydi, aytmaydi. Va o'sha paytda qaror chiqaradiki, o'sha aytmagani uchun seni endi chetlatamiz deb aytadi bola. O'qishdan chetlatamiz deb aytadi. Nimaga? Chunki direktor ustidan kulish mumkin emas. Direktorning ustidan kulishdi, qotishdi, kimligini aytishmadi, unga o'shaning uchun chetlashmoqchi bo'lishadi. O'sha paytda tasavvur qilinglar. Juda yaxshi yigit, yaxshi o'qiydigan yigit-da. Puli yo'q, lekin ani ko'r odamga qarab pul ishladi-da. Просто так kelajagi noma'lum bo'lishidan qat'iy nazar kimligini sotmadi. Ya'ni
sotishi mumkin edi, haydalmasligi uchun, lekin kimligini sotmaydi. Endi qaranglar, bu nimaga mana shu moment o'zi Al Pacinoning legendarniy rechi bor-da bu kinoda. Al Pacino nimaga bu moment muhim? Bu moment bizni hayotimizda oddiy, doimiy bo'ladigan voqealar har doim insonlarni просто так aqlli insonni, yaxshi insonni, chestli insonni doimiy o'zi odatda bizda hayotimizda chekkaga chiqib ketadi yo sinib ketadi. Ko'pincha bu voqealar bizda bo'ladi. Bu kinoda nimani isbotlab bermoqchiki, o'zi hamma har xil tushunadi. Ya'ni o'sha Al Pacino u bolani yaxshi qaragani uchun ota-onasining o'rniga kelib turishda chiqish qiladi. To'xtang deydi, aytadiki, siz deydi bu bolani chetlatmoqchisiz deydi, lekin bu bola deydi juda ham deydi chestli bola deydi. Bu sizni chetlatishingizga qaramasdan o'rtoqlarni sotmadi deydi. И так далее. Va bunaqa insonlar hayotda jamiyatga kerak deydi. Hayotda haqiqatdan ham ruhiy kuchli insonlar, haqiqatdan ham chestli insonlar bor, haqiqatdan ham bilimli insonlar bor, hayotimizdan o'zi chekkaga chiqib ketadi shunaqa. Va lekin o'sha insonning rechi tasavvurda turadi-da, san endi qo'pol qilib aytganda jargonda san xrenovый direktorsan deydi. San o'zingni deydi, просто sani ustingdan kimdir kuldi deydi. O'zingni to есть endi shuni jahling chiqqani uchun tipa sani u bola ishlama qilgani yo'q, lekin u o'rtoqlarini sotmagani uchun sen uni chetlatmoqchisan dedi. Qanaqa qilib sen kuchli jamiyatga kerakli insonlarni chiqarasan? Agar shu sani haqiqiy chest shunaqa kuchli insonlar bor, shunaqa insonlarni sen chetlatsang, qanaqa insonlar qoladi sanda deydi-da. O'shani zal qarsak chalaveradida, komitet yig'iladi-da, komitet yig'ilib anu uchta bolani o'zi bilishadi, uni ozgina jazo berishadi unga. Ani boyda o'g'lini, to есть maqtov beradi, uni olib tashlaydi maqtovni, ani bolani qoldiradi. Komitet yig'ilib, ani bolani spichidan keyin men nima bu narsa bilan nima demoqchiman? Hayotda nastavnikning o'rni qanchalik muhimligini aytmoqchiman sizlarga, tushundinglarmi? Ya'ni hayotda odatda masalan sharoiti yo'q bo'lsa ham hayotda kuchli insonlar bo'ladi-ku. Endi sharoiti bor inson, понятно, doim otasini qaramog'ida bo'ladi, u meros qolib ketgan, itak u boy, понятно u. Lekin mana bunaqa insonlar nastavniksiz hayotda o'zi ko'pincha yo'qolib ketadi, tushundinglarmi? Yo'q ketadi hayotda. Mana shu kinoni ko'rsanglar, nastavnikning o'rni qanchalik muhimligini bilasizlar. Nimaga? Chunki o'sha inson kelmaganda tasavvur qiling, ssenariyni olamizda, ssenariyni yozayotgan insonni o'sha ssenariyni tagida ma'lum bir filosofiya yotadi, ya'ni ma'lum bir falsafa yotadi, tushundinglarmi? O'sha ssenariyni yozayotgan. Tasavvur qilsanglar, bitta mana oddiy holat. Oddiy holat. O'sha bola отстреление bo'lib ketishi kerak. Вот и все. Hayotimizda ham shunaqa voqealar ko'p bo'lib turadi, o'zi bilasizlarmi? Ya'ni masalan sharoit yo'q bo'lib Minskga borolmay ishlashi mumkin, to'g'rimi? U MB oladi keyin, to'g'rimi? Itakka отстрелениеga tushishi, hayot shunga o'xshagan voqealar o'zi rostdan ham ko'p bo'lib turadi. Nimaga men sizlarga o'sha o'tgan kuni yozganimda hech qanaqa trading kurslar trader bo'lishga yordam bermaydi. Bu qanaqadir ko'chirma gap emas, bu прямом смыследagi gap asli. Har xil odamni yozib, o'zi ham kurs o'tasiz deb yozibdi, например. Masalan, men sizlarga bir qiziq narsani ko'rsataman hozir sizlarga. Darsdan keyin ko'rsataman. O'zi hozir realizovat qilib ko'rsam bo'lardi-yu. Mana qaranglar. Odamlar masshtabni hech qachon ko'z oldilariga keltirish olmaydi. Haqiqiy masshtabni. Ya'ni, masalan, men kurs o'tmayman-da odamlarga o'zi odatda. Chunki traderni kurs orqali trader qilib bo'ladi degan teoriyaga men ishonmayman, rostini aytaman. Kurs yordam bermaydi. Nimagaligini aytaymi? Qarang. Primerni tushuntirib beraman. Masalan, sizlarga biz texnik analiz qilishni o'rgatamiz. To'g'rimi? Boshqa narsa o'rgatmaymiz-ku. No, masalan. Texnik analizda har xil yo'l o'rgatishimiz mumkin. Trendoviy liniya, fraktal, liniyani buzganda selga kirasizlar, stop loss qo'yasizlar deydi. Ya'ni sizlarga o'rgatilayotgan har qanday teoriya bu tarix.
tarix takrorlanadi qoidasi. Kelajakdachi. Ya'ni treyderlikka o'rgatib, ularni erkin suzishga qo'yib yuborish, bu ularni barcha pullarini yo'qotishga teng. Mani teoriyam shunaqa. Bu teoriyani, to есть, men minglab o'quvchilarni o'qitgandan so'ng va multimillioner treyderlardan boshlab dollaraviy milliarder upravляющий treyderlarni suhbatdan keyin, bilgandan keyin, haqiqiy fondlarni qanaqa ishlashini bilgandan keyin, umuman bozor mexanikasini tushungandan keyin insonlar ruhiyatini o'rgangan inson sifatida aytaman. Buni kim qanaqa qabul qiladi, hammaning o'ziga bog'liq. Lekin kursdan so'ng trader bo'lish bu, to есть, mumkin emas deb hisoblayman, tushundinglarmi? Ya'ni siz hech qanaqa buni tasavvur qilinglar. Sizlar o'z kursga keldinglar. Xo'p, qanaqa trader bo'lish kerak degan savolga ham javob berish kerak-ku, ras kurslar yordam bermasa ekan, to'g'rimi? O'sha nastavnik bilan uzoq vaqt birga bo'lish. Eng oson yo'li va eng to'g'ri yo'li shu. Va единственный yo'li shu. Boshqacha yo'li yo'q. Boshqacha yo'li o'ta murakkab. Ya'ni, masalan, siz qachonda trader bo'lmoqchisiz? Qachonda trader bo'lmoqchisiz? Hamma bo'lishi mumkin, hammada imkoniyat bor. Masalan, 5 yildan keyin, 6 yildan keyin bo'lishingiz mumkin, da. Ungacha o'tish yo'lida ko'pchilik o'ta olmaydi. O'tish yo'li nima degani? O'sha birinchi yo'qotish, ikkinchi yo'qotish, o'sha joy sindirib, odam ko'pchilik sindirib qo'yishi mumkin, tushundingizmi? O'sha joydan o'ta olmasligingiz mumkin-da. Top, masalan, top 10 talikka kiritdi, trade eng qiyin sohalarning ichidan, masalan, traderlik tanlaydigan bo'lsak. Ya'ni odamlarni o'sha prosta, masalan, qanaqadir kursdan keyin o'zi mustaqil savdo qilishga harakat qilishi, mana shu narsani yo'qotish uchun qo'lidan kelgan hamma narsani qilishga tayyor bo'ladi. Tushundinglar? Вот, например, hozir men trade qilmasam ham daromad bor menda. Passiv daromadim bor. Eng qizig'i topib ko'ringlar. Qani kim topa oladi? Qanaqa daromad? Trade qilmasam ham daromadim bor. Topishga harakat qilib ko'ringlar. Kurs sotayotganingiz? Va tasavvur qilaylik, masalan, kursga necha pul to'ladingiz? 2000 to'ladingiz, to'g'rimi? To'xtang. Endi 2000 to'ladingiz, to'g'rimi? Mana siz Dubayga keldingiz, to'g'rimi? Примерно qarang. Aha, yashang. Bundan daromadim bor deb o'ylaysiz? Taxminan hisob kitob ko'rdingizmi? $2000 Dubayda 2 hafta yashash plus kurs biletlari. Bundan daromad qilish mumkin deb o'ylaysizlarmi? Вообще mumkin emas, to'g'rimi? Masalan, $75 dan yo'q, masalan, sredniy 4 yulduzli mehmonxonada $100 dan to'lasanglar, уже $1400 bo'ladi. 2 haftaga, to'g'rimi? Например, вот. Demak, daromadim nimadan? O'ylab ko'ring. Qani? Yo'q, trading bilan oid. Hozir 300 ta o'quvchimga investitsiya berilganda, o'shani hisoblab qo'ya olmasdan 300 ta o'quvchim trade qiladi, savdo qiladi. Da? Mana shu 300 ta o'quvchim menga kuniga $500,000 atrofida daromad olib keladi. Da? Men 870 ta odam ko'ryapti-da hozirda. Hozir siz kamerani o'giraman, kim syomka qilib turasiz, da? Например, men sizga hech kimga ko'rsatmagan narsani ko'rsataman. Sizlarga ham ko'rsataman-da, чтобы bolalarda дополнительный мотивация bo'lishi uchun, просто так, хорошо? То есть, endi meni xonamga kamera sig'asizlarmi yo'qmi bilmayman. Ko'zinglar bilan ko'rgan boshqacha deb hisoblayman. Просто men o'z bilasizlar, men teorik emasman, men aytganimdek. Ketdim xonamga, men sizlarga ko'rsataman shu narsani, ko'zinglar bilan ko'rasizlar. Olyapmi? Просто meni orqaga tashlab ketish. O'girmayapman. Siz meni olib turibsiz. Parol chiqib qolmasin. Yo'q, все нормально. Хотя бы nima deydi?
isbot qilishga qarash ham qiyin-ku. Endi qaranglar. Mana qaranglar. Men sizlarga birinchi buni ko'rsataman. Вот. Endi qaranglar, bu programmani o'zi ko'pchilik bilmaydi, tushunmaydi bu programmani. Mana bu yerda bitimlar ko'rasizlar, bitimlar ochilgan ko'rdinglar? Bitimlar juda ham ko'p. Mana, juda ham ko'p. Qaranglar, mana 267 ta bitim ochilgan. Mana bu hisob raqamlar. Mana bu hisob raqamlar. Mana masalan, deylik kimdadir fond ezida ochiq turgan ekan. Masalan, mana $10,000 depozit, ikkita bitim ochiq, plus ekan, tepasidagi bu boshqa shot. Bu 20-30 minglik shot, $95 pribelda turibdi, tagidagi. Da? Bitimlarning ko'pligini ko'rasizlar, Примерно har kun 200-300 ta bitim ochiladi. Da? Endi qaranglar, mana, например, endi sizlarga kabinetni ko'rsataman, например. Примерно, har xil kunlik daromad mana shu o'quvchilarning komissiya, ular foyda qilsa ham, minus qilsa ham farqi yo'q. Menga, то есть, men конечно, ular foyda qilsa, qancha qarang. Ular qancha ko'p foyda qilsa, stabil daromad qilsa, doim depozitni ochib boraveradi, ob'yomlarni ochib boraveradi. Ko'payib boraveradi. Demak, meni ham daromad ko'payib boraveradi. Например, oddiy misol, oxirgi paytlarda masalan qilingan daromadni o'zi, mana yechilgan summani ko'rsataman, выведен $484,000 например. Bu tasavvur qilinglar. Bu hozir menda 300 ta trader bor paytida, endi tasavvur qilinglar. Примерно, yo'q. Например, tasavvur qiling. Mana qarang. Masalan, 5000 ta, mayli. Deylik 2000 ta trader bo'lsin. Oddiy misol. Da? 2000 ta trader bo'lsin va agar 2000 ta trader bo'lsa, kuniga masalan 2 lotdan ishlashi, eng minimal 2 lotdan ishlasin deylik masalan. Har xil trader. Chunki orasida har xil summadagi traderlar bo'ladi, to'g'rimi? Endi qaranglar. Ikkita bitim ochsin, ikkita emas, 2 lot bo'lsin, например. Endi qarang. 2000 masalan agar 2 lot bo'lsa, kuniga 4000 lot. Da? 4000 lot bo'ladi kuniga. Endi qaranglar, 1 lot menga komissionni daromadi примерно $5 ga teng bo'ladi. 4000 ni 5 ko'paytiramiz. Kunlik daromad mana shuncha bo'ladi. 2000 ta trader hozir 300 ta-yu, 300 taga chiqargan odam 2000 ta ham chiqarib oladi-yu. Masalan, $20,000 bo'ladi. 5 ta ish kuni bor haftasiga. 4 ta hafta bor. $400,000. 4800. Da. 2000 ta trader bo'lsa, mana hozir $5,000,000 ish berganman. Yiliga. Da. 1 yillik daromad. Da. Masalan, $5,000,000 yomon emas-a? Yaxshi. $5,000,000 bir yilga, to'g'rimi? Вот. Endi kimdir minus qiladi, kimdir plus qiladi, например, то есть farq, da, masalan, men uni o'rganib turaman, bitimlarni qarab turaman, traderlarni qarab turaman, mana akkauntlar, mana akkauntlar hisob, 310 ta akkaunt bor. 310 ta akkaunt bor. 310 ta akkaunt bor, например. Mana hamma bu depozitlar, например, hamma har xil, masalan, $200,000, $40,000, $20,000, $10,000, $19, har xil investitsiyalar ko'p. То есть men bergan investitsiyalar Foiz haqida hozir aytaman. Bu просто bugun yangidan soat 20:00. И tasavvur qiling. Ko'rdinglarmi? O'zi joyida. Parol yozayotganimda kameraga chiqib qolmadimi? Yo'q. Может. G'alati oldi-da bundoq. Biz prямо o'sha parolga qaradi. Mayli, farqi yo'q. Xo'p, mana, то есть, mana чисто endi hamma har xil, hozir sizlarga bitta qiziq narsa aytib beraman. Ko'rdinglar, meni nima qiziqtiradi? Mana shu narsa qiziqtiradi. Katta investitsiya. Endi просто men как mostman, как ko'prikman. Ya'ni men o'zim ishongan traderlarga, o'zim o'quvchilarimga, o'zim ishongan traderlarga o'sha men boshqaradigan investitsiyani ma'lum bir qismlarini berish imkoniyatiga egaman. Oddiy всё. Ko'rdinglarmi? Bitimlarni bugunning o'zida 200-300 ta bitim bor, например, da. Всё, ertaga menga примерно
$400-500 tushadi shundanda, masalan. Bitim yopilsa, tushundinglarmi? Bu komissionni daromadmi? Bu passiv nima? Tradingga bog'liq. To есть, masalan, ko'pchilik aytadi, nima foyda ekan, nimaga pulga o'rgatasiz, bla bla. Tushunmaydi. Masshtab qanaqa bo'ldi, o'zi maqsad qanaqa. Sizlarga bitta mana qiziq voqea aytib beraman-da hozir. Mana masalan, ana kuni gruppada yozdimda, nima kamchiliklar bo'lsa aytinglar dedim. Tanqidga ham qabul qilaman, любой narsa, ana As Capital, например. Вот. И man bilaman-ku traderlar kursdan keyin mustaqil savdo qilishi bu примерно 99% slivga teng. 99%. Chunki trading bu siklichlikdan iborat. Ma'lum bir vaqt, ma'lum bir zakonomerlikda ishlashi va ishlamasligidan iborat. Masalan, hozir men uverim, milliard foiz uverimman, tillada minglab odamni sliv qilaman. Tillada milliard foiz. Lekin nimaga? Chunki globalniy trendda, globalniy hayd yonida trade qilish, qarshi savdo qilish bu slivga teng. Shuning uchun ham kanalimda aytdim. Tillada savdo qilmayman. Tillada sell olmayman. Sell olmayman. Men shu narsani bekor, men bitta narsani ogohlantirdimmi, любой moment e'tibor beringlar dedi. O'shandan keyin nimadir bo'ladi. Bekorga emas bu narsa. Ko'rdinglarmi? Nimaga tasavvur qilinglar. Просто gapimga quloq solib, qancha biz sell olishni olmagan odam уже minusda emas-da, tushundinglarmi? Mayli, bay olmagan bo'lsin, plusda bo'lmasa, lekin уже sell olmagan bo'lsa, уже katta foyda. Tushundinglarmi nimaga? Nastavnikning o'rni muhim tradingda. Вот, shuning uchun endi men bu siz mahallaga qo'shdi-yu, sizlarni. Sizlarni ham qo'shdi savdo g'oyalariga, mahallaga qo'shdi. Например, endi qarang. Hali kirmadingizmi? Sizlar kirmadi. Endi qo'shadi. Ata kurs tugatganmiz, savdo g'oyalari qo'shadi. Siz qaysi onlayn kursda o'qigansiz? Bir oy. 10 kundan olib bo'ldi men. Toshkent ofisdami? Tushunarli. Samaraka. Tushunarli. Endi qaranglar, sizlarga hozir miyalarni portlatadigan bitta narsa aytib beraman-da. Qarang. Yaqinda men bir e'lon berdim-da. Ko'pchilik yili yo'q ekansa aytib beraman. E'lon berdim-ku kanalda. То есть, men hali hech qayerda o'rgatmagan o'zimni kursimni o'rgatib, e'lon qildim-da. Men hali hech qayerda mana to есть shu paytgacha mana 3 yil, 4 yildan beri men hech qayerda kurs o'tganim yo'q deyarli. Onlayn loyihalar qildim. Endi ko'z temasdan bolalarning rezultati yomon emas. Onlayn loyihalar qildim, har xil mana mentorlar, yordamchilar, o'zimning komandam. Lekin men aytdimki, menga dedim, men ko'rsatib berdim, bolalarga ko'rsatib berdim. Menga to есть millionlab dollar daromad olib kelgan zakonomerliklar, avtorskiy razработкаlar va xalqaro miqyosda patent olingan strategiyalar bor-da. Ya'ni to есть azobqo'ch bo'lganda uni ham ko'rsatadi. Patent ko'rsatdim sizlarga. Qanaqa patent olingani xalqqa. Ya'ni qachondir uni kimdir foydalansa, kimgadir o'rgatsa, ko'rsatsa, и так далее, isbotlangan holda, chunki men bilaman strategiya patentlangan, например, va eng mo'shniy strategiyani endi qarang. Strategiyani aytdim-da, bu o'zim o'rgatadigan kurs deb e'lon qildim-da, narxini $4,000-5,000 atrofida bo'ladi dedim-da. Sizlarga bitta misol ko'rsataman. To есть $4,000-5,000 atrofida bo'ladi dedim-da. Sizlarni miyalarni portlatadigan bitta shu voqeani aytib beraman. To есть o'zi 1000 ta odam aktiv bor, hozir 350 ta bor, ularning hammasi ham $5,000 aniq to'lashga imkoniyati yo'q, men buni bilaman o'zi. To есть endi guruhda обсуждение boshlandi-da. To есть o'zi siz biz to'lab $1000 o'zi sizga to'laganmiz, o'shanda bo'lishi kerak edi bu narsa. Hamma har xil narsani gapirishni boshladi, har xil gaplar gapirishni boshladi-da. To есть, например, to есть nimaga unaqa qimmat yoki nimaga imkoni yo'qlar bor, itak har xil, обсуждение shunday burniy обсуждение bo'ldi-da, xullas. Endi qaranglar-da, hozir mana odamni ko'ryapti, например-da, odamlar mana bunaqa odamni hisob kitob qilishga o'tib ketishdi-da. Da, endi qarang. Yo'q. Qarang, mana bunaqa hisoblashni qarang. Hozir 300, endi menimcha kamida 300 ta odam qoladi-da, u yerda. Bir 200 tacha qolsa kerak, agar 5000 deb qolsa narxi. Chunki qancha ko'p odam bo'lsa narxini tushiraman dedim-da. 4000, keyin uni ham bo'lib qo'yib beraman, odamlarga imkon bo'lsin dedim-da. Odamlar bunaqa hisoblashga o'tishdi. 300 ta odam, to есть $5,000 dan уже $1,5 million qilar ekan. Mana shunaqa o'tishdi-da. Mana shunaqa o'ylashga o'tishdi-da. Endi qarang. Biz
nima qilsak ham bor insonlarni hech qachon o'zgartira olmaymiz. Insoniyat yaralgandan beri nafsiga qul bo'lgan. To есть odam havodan boshlangan bu narsa. To есть bekorga jannatdan qolmagan. Keyin men bitta narsani aytmadim, odamlarni ushlab turdim-da intrigada. Chunki bari azqalikni o'zi o'tadigan lishniy unaqa o'zini maxsus strategiyasi bor. Bittadan 350 ta odam bor. Qolganlar hisob-kitob qilib o'tib ketdi-da. Endi qarangda. Men bilasizmi nimani o'ylab qo'ygandim. Mana shu kursga kirgan hammaga kamida $5000 investitsiya beraman. Da? Endi qarang, hozir ko'rayotgan 1000 ta odam ham gapirishni o'ylashni boshlaganda, yana kursmi, yana pulmi, da? O'zim o'quvchilarim bor-ku, o'ylab turgandi-da, например. Endi qarangda, sxema o'ylab chiqdim-da, men bilaman u kurs o'tganimdan keyin rezultat qanaqa bo'lishini. Endi qarangda, bunda o'ylab qarasa, tangani keyin birinchi tomonni o'ylaymiz. Mazza bor-ku, real 300 ta odamning $5000 dan $1,5 million, real mazza, bunda o'ylab qarasa-da. Например, endi qara ikkinchi tangani ikkinchi tomon uni javobgarligicha. Tasavvur qiling, sizga $5000 to'lagan odam, например, u rezultatga chiqara olib natija bo'lmasa, etakdali. U ham mayli. Odam shunaqa o'ylaydi-da. Ya'ni men har doim bitta narsani mantiqiy yakuni bo'lishiga qiziqaman-da. Ya'ni tasavvur qiling, $5000 to'lasa-da, men o'sha bilim olgandan keyin siz o'qisangizda, keyin ularga aytsangiz, bir tiyinga qimmat ekan. Masalan, reputatsiyaga qanaqa ta'sir bo'ladi, например. Endi qarang, men o'sha kursni o'rgatgandan keyin qanaqa natijaga chiqishga o'zim uverin bo'lishim kerak-ku. Odam shuncha pul to'lagandan keyin. Endi mayli, o'zingiz uveringiz bo'lishingiz boshqa narsa. Sizga ishongan odamga, qarang. O'ylangda, qarang. Sizga u odam ishonyapti va siz ishonmaysiz o'sha kursdan keyin o'sha odamga rezultat bo'lishiga. Siz multimillioner sifatida unga ishona olasizmi yo'qmi? Tushundingizmi? Mantiqiy yakun nimadan iborat? Nimaga men ularga har bittasiga depozit bermoqchiman, tushundinglar? Endi ko'paytiraylik 300 ni masalan. 300 ni 5000 ga. O'sha to'langan $1,5 million ularga investitsiya ko'rinishda qaytib ketyapti. Yoki balki 10 ming berarman balki. Har biriga. Rezultatga qarab. Da. Yo'q, men o'zim o'shani o'yladim-da. Keyin yordamchim bilan o'tirib o'yladik-da. Qilingan foydaga investitsiya berishga qaror qildik. $5000, $500, to'g'rimi? $500 daromad qilsa, yana 5000 qo'shamiz ustiga. Ya'ni o'zini riskga qo'shilib ketaveradi depozit ustiga. $1000 qilsa 10,000 qo'shiladi. 2000 qilsa 20,000. Ya'ni qilingan foyda ko'p bo'lmaydi $5000 dan. Lekin biz unga investitsiya qo'shib ketaveramiz, tushundinglar? Va endi bundan maqsad boygi narsa o'zi. Sizlarga ko'rsatgan narsani tushundinglarmi? Hozir 300 ta odamni ustiga yana 300 ta odam qo'shiladimi? 600 ta trader bo'ladimi? Har bittasi meni avtorskiy programmamni o'qiganmi? Trade qiladimi, savdo qiladimi? Yana har kuni yana $200 qo'shiladi, tushundinglar? Yana passiv daromad. Particular meni qo'limda 10 mingta trader bo'lishini xohlayman-da. 10 mingta trader bor-ku, kuniga 5 lotdan ishlasa, hisoblay olmaysizlar qanaqa? 10 mingta trader 5 lotdan, это просто hozir kalkulyator bilan sig'adimi yo'q, men sizlarga hisoblab beraman. Hozir qarang, $10,000, 10 mingta odam 5 lotdan ishlasa, 50 ming lot bo'lar ekan. 50 ming lotni ko'paytiramiz $5 ga. $250,000 kuniga. Da, ko'paytirda haftasiga $1 million, oyiga $4 million, yiliga $50 million bo'lar. $50 million bo'lar ekan yiliga. $50 million. Примерно с учетом milliardga qarab yursa bo'lar ekan, 5-6 yil ichida. Вот meni masshtabim, meni to есть nimaga, to есть просто odamlar bor-ku, bunaqa masshtablarni tushuna olmaydi-da. Natijada albatta o'sha kurs haqida gapirgan odamni biz обязательно kursdan daromad qiladi deb o'ylaydi, tushundinglar? Eng qizig'i, men sizlarga ko'zingiz bilan ko'rdinglar nima, to есть nimalar qilyapti? Ko'zingiz bilan ko'rdinglar, to'g'rimi? Nechta odam trade qiladi, masalan har kun tushayotgan komissionni
ko'rdinglarmi? Voy, man nimani xohlayman, tushundinglarmi? Endi men qabulni yopganman hozir, например-da. Agar masalan ozmos trade nimadandir kursda xabari bor olsa, insonlar kursdan keyin, to есть men adminni qoldiraman va suhbat asosida ushbu o'zimni shaxsiy kursimga yozdirishim mumkin, faqat suhbat asosida. Nimaga suhbat menga kerak? Chunki bilasizlarmi, masalan insonlar borda, kredit oladi, qarz oladi. O'sha insonlar spiskda bo'lmasligi kerak deb bu kursda masalan. Bu meni avtorskiy kursimda u qimmat, lekin u effekt universalli, u proboyda ishlaydi, u adboyda ishlaydi, u aksiyada ishlaydi, kriptoda ishlaydi, FXda ishlaydi, hamma yoqda ishlaydi. Da u qimmat. Lekin to есть bu haqiqiy umuman bu kurs o'sha treyderga haqiqiy karyera qilish imkoniyatini beradigan kursda. Nimaga? Chunki to есть o'sha bilim oladi, investitsiya oladi. Yaxshi savdo qilsa investitsiya beraman demayman men. U kursda aniq investitsiya beraman deyapman. Nimaga? Chunki men o'zim unga o'rgatyapmanmi? Va nimadan qo'rqishim kerak? Nimaga men uni pul yo'qotishdan qo'rqishim kerak? Savol. Agar men o'zimga uverin bo'lsam-da, nimadan? Tushundinglarmi? Hamma tomonlama bu yerda обмен energiya bor. O'sha to есть kursda o'qiyotgan odam уже biladi, что то есть да, win-win-da, oba taraf win-win. To есть ya'ni to u odam уже odamda уже maksimum kayfiyatda bo'lsa, u odamni уже harakati umuman boshqa levelda bo'ladi. Agar tasavvur qilinglar, bu kurs narxi просто $10,000 bo'lgan, $5,000, $10,000 bo'lganda-da, все, to есть bilganingni qil, dальше уже to есть odamda strah bo'ladi. Men shuncha pul to'lab qo'ysam nima bo'ladi? Tushundinglarmi? Ana endi odamni o'ylayotdi. O'sha yerda. Например-da. Ana endi доступ yopiq u kursga уже. Например. Вот, и men kursda, например, boshqa qabul yo'q, например-da. Faqat endi, например, ana Instani ko'rayotgan odamlar endi adminga murojaat qilishlari mumkin. Men kommentda adminni qoldiraman, Telegramni suhbat asosida. Nimaga? Chunki u kursda o'qiydiganlar, to есть просто tayyor karyeraga qilmoqchi bo'lgan odamlar uchun va sohada eng kuchli mощный akademiylardan birini qo'lga kiritmoqchi bo'lganlar uchun, no, lekin u ham suhbatda men kredit olishga qarzdorlar umuman bunaqa insonlar umuman bo'lmasligi kerak. Uni men o'zim bilaman qanaqa zashishni, mana u narsa o'ylayotgani yo'q. Endi просто u odamlarda, например, $3,5 million. To есть hozir sizlar ko'rgan оборотdagi общий ko'rdinglarmi? $200,000 ko'rdingmi? Ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Просто $200,000. Da kimdirlar stopsiz ishlayotganlar bor o'quvchilarim orasida. Tillarda sel ochganlar bor. Endi ular endi gruppada, prop gruppada hech kim yo'q sizlarda. Bo'lmasa qanaqa urushib turishimni ko'rsatardim. Gruppada. Bugun urishdim bittasini. Ustoz, zelkam yopilib ketibdi, nimaga dedi. Nimada ochuvdingiz zelka dedim. Tillada dedi. Keyin unga ping qilganini aytdim. Ping qiluvdim, tillada trade qilmanglar deb 1 oy oldin ogohlantirganman. Bilardim mana shunaqa manipulyatsiya bo'lishini. Tillarni примерно $3,5-4,000 atrofida ko'ryapman-da. Ну, просто так. Katta tayinframe. Shuning uchun aytdimki, ogohlantirdim, например. O'tgan gruppalardan 1 oydan oshiq siz bo'ldingiz, to'g'rimi? Real trade ko'rdingizmi ko'zingiz bilan? Qanaqa bo'lganini? Lekin qilmadingiz o'zingiz, to'g'rimi? Nega? Depozit o'chirilmadi, savdo rakatini oldim. Shu, yaxshi. Shuning uchun mana biza hozir mana botga jamoam bilan shunaqa harakat qilmanki, o'ta realniy menda любой o'sha savolga javob. Masshtabni ko'ra olmaydigan odamlarga savol mana kurs sotishdan nima deydi? Maqsad nima deydigan insonlar uchun super raqamlar, super faktlarni hozir ko'rsatdim men. Va hech qachon endi o'sha odam o'ta realniy shunaqa xayoliga kelgan odam ana endi o'ziga biroz bo'lsa ham o'zini tanqid qilishni o'rganish kerak. Naqadar to'poyman a. Просто o'ylash kerak. Buni o'ylamaydi. Yo, real baribir, например-da, masalan bilasizlarmi, meni kursimga kirib, rezultat qila olmagan odamlar ham shunaqa gap qilib tarqatib yurganlar bor. Bir-biriga shunaqa kursdan kursga sakrab yuradiganlar ham bor, men bilaman. Teoriya, kurs, это просто bu narsa odamlarga mana masalan tasavvur qiling.
Farzandingiz bormi? Bor. Nechta? 3 ta. Nechta o'g'il, nechta qiz? 2 qizlar o'g'il. 2 qiz, 1 o'g'il. O'g'lingiz necha yoshda? O'g'lim 5 yoshda. Yaqinda biror nimaga olib borasizmi sportga? Ha. To'g'rimi? No, уже, menimcha, уже 2 yildan keyin masalan olib borsangiz tasavvur qilingda, o'g'lingiz qachondir olimpiada yoki jahon chempioni bo'lishi kerak bo'lsa, tasavvur qiling, boksga 3 oyga kursga berdingiz, tamom. Bo'la oladimi? Nimaga odamlar mana shu narsani tushunmaydi? Mana oldimga treyder bo'lishga keldinglarmi? Hatto men bilan 2-3 yil yurishinglar kerak-da sizlar. Tushundinglarmi? Men bilan 2-3 yil nimaga uslub o'tish kerak? Hamma narsa asta-sekinlik bilan singish kerak sizlarga. Hamma narsa asta-sekinlik. Siz necha yosh? 20. Talaba? Yo'q, o'qimayman. O'qiymiz. Matritsada nima qilasiz? To'g'risi. O'zim Toshkentdagi kursni bitirdim. Просто o'zim ustimda ishlash uchun vaqtdan kursga keldim. Endi masalan qarang, o'qiyman deganlarga bitta narsa men sizlarga tushuntirib ketaman, qaranglar. O'qishni foydasi o'zi bilasizlarmi? Men boshqacha fikrlashim mumkin, masalan. Masalan deylik, men o'qish deganni nima tushunaman? Men masalan Yevropa va Amerikani misol qilaman. Yevropa va Amerikada men o'qish deganda communityni foydasini tushunaman. Networking. Ya'ni masalan Angliya, Britaniyada tushunarli siz bilan birga o'qiyotgan odamlar qanaqadir muvaffaqiyatli insonlarning farzandlarida, ular prostoy bo'lmaydi. Вот. O'zbekistonda saryan masalan yo'q, masalan qarang mana. Давайте так, masalan. Men telekommunikatsiya fakultetini top universitetlardan birida ta'tilda o'qiganman. Bakalavr diplomim bor. Top universitetida. Bizga ekologiya fani kirilgan. Bizga tarix o'tilgan. O'tirganini eslayman men. O'tirganini eslayman, tarix fani o'tilganda, tarix o'qituvchisi masalan 5 balli sistemada olsak, o'sha tarix fanida o'sha aytib berishingiz kerak-ku siz yillarda, nechinchi yillik, to'g'rimi, tam Amir Olimxon nechinchi yilda boshqargan, например, o'shalarni siz gapirib ber, siz uni kitobda o'qib, yodlab aytib berishingiz kerak. Da? Endi umumiy savol beraylik. Bu sizni kelajagingiz va kelajakda nima beradi bu narsa? Ya'ni, okey, tarixni o'rganish kerak. Tarixni o'rgatish qoidasi qanaqa bo'lishi kerak, bilasizmi? Birashga mana shuni o'rganib qo'y o'zing uchun bo'lishi kerak. Birashga o'qib qo'y. Например, Aleksandr Makedonskiy 20 mingta sarkardarsning ismini bilgan. Nimaga unga kerak bo'lgan ekan, shuni o'rganib qo'y o'zing uchun. Mana o'zing uchun o'rganib qo'y bo'lishi kerak. Lekin bilasizlarmi, anaqa bu, Insight olasan degan tushuncha. Da, birorta bir ma'lumot olish uchun. Lekin uni sen o'qib, menga yodlab kelib, menga aytib bermasang, sen yomon talabasan deyish, bu haqiqiy bu anti levelda, bu to'g'risi, o'sha o'qituvchini. U o'qituvchini o'zi leveli pastligini bildiradi. Tushundinglarmi? Ya'ni to'g'risi. Endi sizlarga qizil narsa aytib beraman. Meni fizika o'qituvchi uzra, lekin agar ko'rayotgan bo'lsalar. Meni o'qituvchini yomon ko'rardi universitetda. Ayniqsa fizika, Yusupov domlamiz bo'lardi. Ish qilib, endi yoshlar u paytda katta edi. Necha yillar bo'lib ketdi, umrlari uzoq bo'lsin. Meni yomon ko'rardi. Eng yomon ko'rgan talabalardan biri men bo'lganman universitetda. Lekin darslarini boplaganman. Tasavvur qilinglar, domlani asosiy ichidagi, qalbidagi o'zi tuyg'usi qanaqa bo'lishi kerak? Talabani haqiqiy bilimli ekanligini his qilish. Masalan, men domlaman, o'qituvchiman va sizni bilimli ekanligingizni his qildim. Bu men uchun yetarli bo'ldi. Lekin sizni bilimligingizni bila turib sizni yomon ko'rish, bu juda ham bir Это уже эго, да? Ну, конечно, bu maksimalniy ego shunaqa bo'ladi. Maksimalniy ego shu. Negaligini aytib beraman. Universitetga borib darsga kirmasdim. Universitetga borib darslarga kirmasdim.
va darslarga kirmaganim uchun meni yomon ko'rardilar. Lekin bilimli ekanligimni tan olardi. O'zi darsga kirmaslikdan sababi shu emasmi aslida? Sabab. Ustozdan ko'proq bilimi borligi yoki ustoz bera olmaydi. Endi qarang. Va darslarga kirmaganim uchun bu bola darsni o'zlashtira olmaydi deb o'ylardilar. Va anaqalarning oldida, rektorlarning oldida qayta topshirish bo'lardi. MB ko'pligi uchun. Sal qolgan отчисление bo'lib ketishi mumkin. Вот. Va rektorlarning oldida sharlatib aytib berardim. Shu yomon qilganingiz bo'ldi. Da, o'sha o't ko'rasizlarmi? Da, sharlatib aytib berardim. Har bitta o't meni bilishadi, meni o'zi kursdoshlarim bilishadi masalan. Men o'zi qana aslida orasida kursdoshlarim ham ko'rayotgan bo'lishi mumkin. O'zi aslida qanaqa bilimga ekanligim maktabda ham, kстати, men maktabda mana meni onam ko'rib turgan bo'lishlari mumkin-da efirda. Chunki to'g'risi Ramazon oyida, например, onam meni hech qachon yolg'on gapirsa tasavvur, onamga yetkazishadi efir. O'g'lingiz shunaqa deyapti deyiladi, например. Mana masalan, onam ko'rgan bo'lishlari mumkin, sizlarga aytib beraman. Men deyarli uyda dars qilmasdim. Va meni maktabda, to'g'risi uchish baho biz uchun uyat, men uchun uyat bo'lgan. Men singlim bilan kim ko'p 5 ball olish bo'yicha musobaqalashardik. Singlim ham ko'rayotgan. Singlim qoriya bilishinglar uchun. Masalan. Вот. Yoki darsdan keyin dars qilib qo'yardim, yoki borib oldin qilib qo'yardim. Xalikov bo'lganim uchun jurnalda oxirida kelardim, men ungacha qilib bo'lardim. Faqat bitta narsani uyda qilishim mumkin bo'lardi. Uni ham ishoninglar, uyda kechqurunlar bilan qilmasdim, ertalab turib qilardim. She'r yodlash kerak bo'lsa. Endi darsda o'zi yodlab olish qiyin bo'lardi. Lekin ertalab turardim, ertaroq uyg'oting derdim. Deb bunda qarab olardim-da. Okey, dars paytida o'sha dars paytimda qarab olardim. Okey. Hamma maktabdagi o'qituvchilarim meni umrlari uzoq bo'lsin, hammalari bilishadi. То есть, men attestatimda 4 baho yo'q, kстати, вообще. Da. Lekin bir narsani tushunib yetganman-da, bu noto'g'riligini baribir. Baho uchun o'qish noto'g'riligini tushunib yetganman. Universitetda men dars paytida buzib yuboradigan, stipendiya 5 yuboradigan odamlar hozir oylikka ishlab yuribdi o'tir. Ya'ni gap unda emas. Tushunasizlarmi? Gap insonni o'zligini topishda. O'zingizni versiyangizga eng zo'r inson bo'lish gap shunda. Tushundinglarmi? Ya'ni ruh bizda maktab, universitet bizga qanaqadir boshqa insonlarning ustidan dominировать. Вот это доминирование versiyasi juda yomon narsa. Ya'ni sen unaqasan, dominatsiya bo'lish, tushundinglarmi? Aman bo'lsa haqiqiy o'sha insonlarni o'zini versiyasiga eng zo'r insonlar bo'lishini xohlayman. Shuning uchun aytaman, to есть menga kelyapsanmi? To есть chut-chut ko'proq vaqt ber, o'zingga, menga ham deyman, tushundinglarmi? Afsuski insonlar shunaqa emas, например. To есть masalan odam, masalan qaranglar. Men shuni xohlayapman degan tushuncha bor-da, men shuni istayapman, например. Mana shu siz istayotgan narsa to'g'ri, noto'g'riligini aniqlash sizda shunaqa sifat bo'lishi kerak. Могу, хочу, буду, да, shu uchalasini tashlash. Da, lekin, например, qarang, kim nima tanlaydi? Zerikarli, effektli, qiziqarli, effektsiz. Qiziqarli, effektsiz. Siz shuni xohlaysiz? Qiziqarli, effekt bo'lsa qiziqish. Yo, tushunmadingiz. Mana dars o'tilyapti. Dars juda ham qiziqarli, lekin effektsiz. Lekin dars qiyinroq, murakkabroq, qiziqarsiz, lekin effektli. Qaysi birini tanlaysizlar? Qiziqarsiz, effektli. Bilasizlarmi nimaga o'xshaydi bu narsa? Bitta muvaffaqiyatli inson intervyusi bir 20 mingta prosmotrda qanaqadir kulgili shoular 15 million prosmotr. Вот и все. Вот. Tushundinglar? Вот. Shuning uchun men darsim qiziqarsiz bo'lishi mumkin. Lekin uni effektini men o'zim bilaman. Ne, no в целом aytayapman. Ya'ni umuman teoriyalarni tushuntiryapman, umuman. Tradingda ya'ni bosib o'tish bo'lgan yo'l, masalan, men insonlarga biroz qiyinroq yo'lni
tavsiya beramanda. Chunki realist bo'lish uchun inson qiyinroq yo'lni tanlash kerak. Ya'ni planlashtirish, rejalashtirish, hammasi bu narsalar, to есть ishoninglar, muvaffaqiyatga inson qanaqadir noldan muvaffaqiyatga erishdimi, u prostoy inson emas, buni insonlar his qilishi kerak, tushunishi kerak. Qachon bu narsani men odamlarga isbotlash niyatim yo'q edi o'zi. Ya'ni o'sha millionlab dollar investitsiya qilganimni-yu va treyderlar men uchun savdo qilayotganini va nima uchun bu narsani odamlar itak o'zi tushunib yetishi kerak edi o'zi aslida. Tushunarlimi? Вот mani xohlashim va menda то есть именно moliya tomonlama imkoniyat то есть например hammalarda bor imkoniyat asli. Например. Вот. Shuning uchun вот tushundinglarmi kinoni nimaga? Вот kinoda aytmoqchi bo'lganim, kinoda ma'nosi shunaqa. Вот обычный честный o'quvchi, обычный честный парень просто так hayoti sinib ketardi agar nastavnik bo'lmagan. Вот nastavnik доказать qiladi, "Ey, stop, bu unaqa narsa", tushundinglarmi? Вот и всё. Shuning uchun bu narsaga olib boramanki, aynan haqiqatan ham aynan moliya bozori qanaqa nimani ustiga qurilgani, qanaqa manipulyatsionni, to есть qanaqa insiderskiy o'yinlarning ustiga qurilgani, qanaqa qilib to есть massa masalan biz aytamiz-ku, сопротивление поддержка deymiz, to'g'rimi? Например, крупный игрокlar tasavvur qiling, katta fond, bir necha milliard dollar puli bor, поддержкаga qarab buy limit qo'ymaydi bizga o'xshab. Gap unda emas. Gap bu поддержка сопротивление bu совокупностиga oddiy odamlarning fikrlash indeksi xolos. Oddiy odamlarning fikrlash indeksi. Например. Вот. Men oldin bitta darslarim bo'lgan, ba'zi bir o'quvchilarim bilishadi, psixologiya indeksi degan darsim bo'lganda. Odamlarning sredniy psixologiyasi, sredniy anaqasi bor. Ya'ni siz dunyo qarashingizni 100 ga ko'paytirib o'rtachaga bo'lib oramizda, o'shanda sredniy indeks kelib chiqadi. Bu qoida даже tradingda siz savdo qilishingizda ham rol o'ynaydi. Masalan, siz daromad qilib turgan paytingizda pauza qilmasangiz minus qilishingiz aniqligi. Tushundingizmi? Ya'ni minus qilgan paytingiz pauza qilsangiz, keyin plusga chiqish ehtimolingizning yuqoriligi. Mana shu sredniy indeks psixologiya yordam beradi bu narsa. Tushundinglarmi? Сопротивление, поддержкаlar, modellar, bular hammasi umumiy massani o'rtacha fikrlash anaqasi, psixologiyasi, fikrlash anaqasi o'rtachaligi, tushundinglar? O'shaning uchun texnik analiz yordam beradi. Demak, siz qachonki o'sha psixologiyani, o'sha massani ichida yaxshiroq bilsangiz, ruhiyatingiz o'sha siklichность qanaqa, o'sha trend qanaqa, o'sha flat qanaqa, hamma narsa. Tushunarlimi? Вот, shuning uchun mana boshladinglarmi? То есть именно boshlaganinglardan keyin gapimning ma'nosini tushunib yetdinglarmi? Nimaga kurslar yordam bermasligini? Gapimning ma'nosi, to есть mana masalan unaqa narsa yo'q. Masalan, tasavvur qiling. Buni kursga bordingiz, 1 oylik, 2 oylik, 3 oylik. Kursdan keyin siz hayotda karyeraga ega bo'ldingiz, hayotingiz yaxshi tomonga o'zgardi-da. Hamma narsanichi o'zini mantiqiy yakuni bor. Agar unaqa kurs mavjud bo'lganda, примерно 10-50 ming dollar atrofida bo'ladi u kursning narxi, tushundinglarmi? Siz hayotingizni o'zgartiradigan kurs, sirasiz daromadga olib chiqadigan kurs. Sredniy narxi 10-50 ming dollar. $300, $500, $1000 kurslar va sizni aniq natijaga olib chiqib qo'yish, bu просто Выступление, база. Да. То есть men любой odam natijaga chiqara olishim mumkin agar o'sha inson menga faqat vaqt bersa va aytilgan narsani qilsa bo'ldi. Vaqt va aytilgan bersa. Tushundinglarmi? Например, oddiy misolda, masalan deylik, kecha kanalimda ideya berdim, to'g'rimi? $10. $10. Qanaqa ishladi? Точечный ishlaganini ko'rdinglarmi? Как будто там oldindan bilgandek. Именно o'shadan take profitgacha praktiski. Например, да? Прямой ketdi, to'g'rimi?
demak bekorga bashidiyani bilmagandirmi? To'g'rimi? Вот. Ya'ni oldin kimdir nimadir ko'rsatib berish kerak edi boshqa odamlar qilish uchun. Yo'q, men shu narsani sizlarga ko'rsatib bera oldimmi? Demak, sizlarda har bitta odamda ma'lum bir narsa voqelikdan so'ng ishonch paydo bo'ladi. Reason for belief. Вот, так что tasavvur qilinglar-da. Mana masalan, sizlarga har doim bor-ku, alternativ mana. Fikrlaganingizda, nimadir o'ylaganingizda doim alternativni o'ylashga harakat qilib ko'ringlar, хорошо? Masalan, men uni xohlamayman, lekin unaqa bo'lmasa, qanaqa ssenariy bo'lishi mumkinligi. Как будто siz take profit qo'yganingizda обязательно защита stop loss bo'lgandek. Ya'ni ikkita tomonlama. Da. Masalan, например, masalan, mana qaranglar. Mana men sizga kurs taklif qildim-da, например. Va kurs emas, sizga mini konsultatsiya taklif qildim. Ya'ni hozir darsdan keyin siz bilan 1 soat shug'ullanaman. Narxi $1000. 1 soat shug'ullanamiz siz bilan. Narxi $1000, например. Keyin bularga ham shu taklifni berdim. Da? Endi qaranglar. Bular rozi bo'ldilar, siz rozi bo'lmadingiz. Uslovda. Например. 1 soat juda qimmatli qiladi 1 minut. Da? Keyin bildingizki, masalan, 1 soat ularga konsultatsiya berdimda, orqasidan $10,000 investitsiya berdim. Nima deb o'ylaysizki? Bilganimda $1000 to'lagan bo'lardim deb o'ylaysiz, to'g'rimi? Вот. Siz nima deb o'ylashingiz kerak edi, bilasizmi? Keling, siz hozir miyangiz chuchut boshqacharoq fikrlaydigan qilishga harakat qiladi. Mana siz qarang, siz o'ylab olsiz-ku, ishoning, bu normal o'ylash emas. Bu обычный odamlarning o'ylashdek o'ylab olasiz. Bu normal holat aslida. Lekin siz успешный odam bo'lmoqchisiz-ku. Siz 98%dagi odamdek o'ylab olasiz. Bu normal holat, ishoning. Bu yomon narsa emas. Lekin sizga 2%dagi odamdek o'ylashni men bunday o'ylashni o'rgatmoqchiman sizga. Tushundingizmi? Qarang. Mana kompyuterda 0 va 1 bor-ku, boshqa narsa yo'q, to'g'rimi? Hayotda oq va qora, ha va yo'q, и так далее, to'g'rimi? Ya'ni siz qaror qabul qilayotganingizda, ana jo'ski qaror qabul qilish o'ylaning, xayli yo'q, qilamaylik, qilmayman. Ikkilanish, unaqa narsa bo'lmaydi hayotda, tushundingizmi? Qarang, siz masalan, siz men tradingda, например, masalan, $10 million topgan umumiy summani, siz men tradingda $10 million topganimga ishonasizmi yo'q? $10 million topganimga ishonasiz, lekin $1000 jalka sizga men uchun. Ya to'xtang, qanday siz qandaysiz kerak edi-da. Siz yo'q demang, endi boshqacha fikrlamang. Yo, endi boshqacha fikrlamang. Siz to'g'ri handing, to'g'ri. Endi qarang. Da, agar siz men $10 million topganimga ishonsangiz, $1000 jalka qilmang. Tushundingizmi? $1000 jalka qilmang. Agar shunaqa o'ylasangiz, ha yo'q, o'sha formulani yozib oling-da. Tushundingizmi? Masalan, men odamlarga aytdim-ku, например, da. Men masalan, men aytdim-da, o'zi bu narsa e'lon qilganim yo'q, hech qayerga e'lon qilinmagan-ku. Gruppaga e'lon qildim, to'g'rimi? O'rtoqlar, men yangi spes kursim $5000. Ha, $5000 dedim, to'g'rimi? Например, da $5000. $5000. Lekin hammasiga investitsiya berishga qaror qildim. Da. Yo'q, hozir ko'pchilik o'ylashi mumkin. Deydi, bunaqa bo'lganini bilganimda, deydi. Ya'ni ularning miyasi boshqacha o'ylashi kerak. Ya'ni bari o'sha pulni topa oladi, o'sha pul bor. Lekin 5000 jalka edi. Boshqa joyga ketadi. 5000 jalka edi. Nimani ham o'rgatardi? Lekin o'ylab ko'rma. 1,5 milliondan $5 million mana shu loyiha uchun men ajrata olaman o'quvchilarim uchun-da. Nimaga? Chunki menda investorlar potoki bor. Menga ideyalar kerak, menga kombinatsiyalar kerak menga. Men odamlarga bilim berib, men o'rgatib, например, и так далее. Tushundinglarmi?
Вот. Biz birlashishni o'rganishimiz kerak-da. Ya'ni masalan ko'p insonni ko'p ideya bo'ladi, to'g'rimi? Например, kim o'yladimda, mana shu o'quvchilarimni bir jamoa qilmoq o'yladim. Aytdimki, o'yladimda, agar dedim, mana shu kursimga 1000 ta odam qo'shiladigan bo'lsa, 2000 ta odam qo'shiladigan bo'lsa, shu $5000 kurs narxini 1000 dollarga tushiraman dedimda. Shuni o'zgargan. Ha. Shunaqa dedimda. Lekin ishoninglar, agar shu qarorda o'sha 2000 ta odam birlashib qabul qila olganda borku, o'sha $1000 sotib olgan kursga $1000 narxini tushirardim va har biriga $5000 berardim. Har biriga $5000. $5 million berardim. Chunki men ularga bu kursni tugatganimdan keyin har bittasi savdo qilishni boshlaydi-yu. Bu 2000 ta odam boyiga yetgan sifram chiqardi, tushundinglarmi nimaga? Insonlarning xayolida esa-yu, men pul soqa qilish dardidaman, tushundinglarmi? Mashinchadan muncha. Da. Dubayda $1,5 million bor, u yo'q bo'lib ketishini bilmaydi u. 1 yil ichida. Siz bilarsiz qachon? 7 oydan yashayapman. 7 oydan bir yashaysiz, например. Вообще pul emas Dubayda, bor-ku. Например, servis charjlar, meni to'laydigan meni rasxodlari, masalan, mashinalar itaklari yo'q ketadi. Odamlar real agar bor-ku, tasavvur qilinglar, 2000 tacha odam aktiv bo'lganda, 3,5 ming ta odam borda kanalda. 2000 ta odam aktiv bo'lganda, mana shu spes kursimda bor-ku, realni $1000 qilardim. Shu $1000 ham bo'lib to'lashga qilib berardim kerak bo'lsa, bor. Shunaqa deyilgan. Yo'q, odamlar ishonmaydi, birlasha olmaydi. Birlasha olmagani uchun ishonmaydi. Ishonmagani uchun birlasha olmaydi. Tushundinglarmi? Zo'r bo'lar ekan. Tasavvur qilsin ham, o't realni. Bunaqa tushundinglarmi? Bunaqa qaror qabul qila olmagan odamga men ishona olmayman. Tushundinglarmi? Tushunyapsiz-a, umumiy mantiq nimadan? Ya'ni qo'rquv Он сам стартовать qilolmayapti. Да, то есть strah bor u odamda, qo'rquv bor. То есть kimdir uni $5000 olib qo'yish challenge-da, mana shu уже обмен energiya уже yo'q u odam bilan menda, tushundinglarmi? Bermasdan olish. O'ylab bera olmaysiz-da, ya'ni sarmoyada olasiz. Qo'rquv bor-da, uni dardi o'ylayapti, u men hozir da o'shancha suhbat kerak-da menga. Nimaga? Sabab ko'p faktorlar bor. Yo'q, o'sha inson bilan nimaga endi? Sabab dedi. Ayta so'rash bor, nimaga endi? Nima kerak senga? Maqsad nima qilmoqchi? Maqsad etishi mumkin. Men maqsadim o'sha sizni strategiyangizni bilib olish deyishim mumkin. Bitta shu. Ko'zlarga Да, например. Любой narsa deyishim mumkin. Har xil bo'lishi mumkin. Например. Olib ketaman. Shuning uchun meni nimalar qilayotganim bari odamni bilmaydi, tushunmaydi. Например. Men hozir trade qilmasam ham ko'rdinglar, doxodim bor, passivniy, lekin trade bilan bog'liq. Lekin shu narsani ishoninglar, bu narsaga osonligicha kelinmagan bu narsa chiqadi. Buncha odamlarni bu narsani yo'lga qo'yish, bu narsani avtomatikaga qo'yish, bu narsani boshqarish, odamlarni gap ishonishga kirishda emas, gap odamlarni bunaqa boshqarish, bunaqa summani to'g'ri taqsimlash, to'g'ri risk menejment qilish, ishoninglar, bu osonligiga kelinmagan bu narsaga. Investorlik qilasiz. Shu 1 soat gaplashamizmi $1000 ga? Bu kelgan o'zi. Oldingi yil kelishim kerak, bu yil keldim. Mana ishim 1 soatda hal bo'ldi. Sizga yozdim-ku men. Men anaqamni otimni to'liq yozmaganman, Google yozib qo'yganman Instagramda. Oilaviy bo'lmoqchiman. O'g'limni ham olib kelmoqchi bo'ldim o'zimda. Keyin yo o'g'limni tashlab keta qoling, o'zi umrida hajida qiynalib o'tganadi. O'g'lingiz necha yoshda? To'g'ri, 5 yosh bo'ladi. Вот и все. Savollar bormi? Tushunarli bo'ldimi? Да? Все, тогда kurs o'rtoqlar. Bu tarixiy teoriya xolos. Bu kurs, ya'ni bu teoriyadan iborat. Va bu sizni budishingizda sizni qanaqadir tez muddatda natijaga chiqarishga sabab bo'ladigan narsa emas.
Shuning uchun ham kurslar yordam. Уверенный yozdim. То есть, o'z kurs o'tasiz deydi. Yo'q, men kurs o'tmayman. Men treyderlarni tayyorlayman. Bu tayyorlash, bu boshqa narsa. Bu kurs emas bu. Bu tajriba bu. Bu tajriba yig'aman men treyderlar bilan. O'zimni tajribamni berib, tajriba yig'aman ular bilan birgalikda. Tushundinglarmi? Bu kursni o'qituvchilar o'tishadi. Men o'qituvchi emasman. Va buni sizlarga ko'rsatib berdim. Men nimalar qilayotganimni ko'zingiz bilan ko'rdinglar. Necha yil bo'ldi investor bo'lganingizga? Necha yil bo'ldi deyman? Investor bo'lganimga ancha yil bo'lib ketdi. Dubayga kelgan. Dubayga kelgan o'shaga. Все, o'rtoqlar, то есть tushundinglar? Все, то есть shuning uchun ham mana shuning uchun ham o'sha sizlar qo'shilgan gruppa 4 yildan beri mavjud. Endi hosilni olman, tushundinglar? Ya'ni bu narsa uzoq muddatli qilingan. Masalan, bu treyderlarni tayyorlash loyihasini globalniy masalan men 4 yil 5 yil oldin boshlagan bo'lsam, примерно bu 10 yillik loyiha bu, 10 yillik, tushundinglar? 10 yil. Men shunga qarab ketyapman. Mana уже sizlarga po faktu 300 ta treyderni ko'rsatib berdimmi? Shunaqa. Va menda hozir bu narsa tezlashyapti, ko'payyaptimi? Mana sizlar ham shuni ichiga kiryapsizlarmi? Aytganchi, o'zingizlar oddiy misol, sizlarga kim investitsiya olasizlar, to'g'rimi? Mana sizlar ham shularning ichidasizlar, o'tibsiz. Yaxshi savdo qilsanglar zo'r. 2010 mingga aylanadi, keyin 20 mingga, keyin 200 mingga, keyin 2 millionga aylanishi mumkin. Mana zo'r, chotki. Как раз sizlar ham shuni ichiga kirasizlar. Tushundinglarmi? Undan keyin bu narsa kattalashadi, to'g'rimi? Da 10 yillik loyiha примерно, haqiqatan 10 yildan keyin menda примерно kamida 5 mingta, 10 mingta treyder bo'lishi mumkin. 5 mingta, 10 mingta treyder har kuni menga qanchadan daromad olib kelishi mumkinligini endi tasavvur qilib ko'ringlar. Все, menga mana 1000 ta odam ko'ryapti, menga boshqa savol bermasliklarini iltimos qilardim. Bu efirdan keyin nima qilasiz? Tradingda dohod qilsangiz, to есть kursdan soqqa qilib nima qilasiz degan va shunaqa o'ylagan odamlar boshqacha fikrlashib boshlagan bo'lsa ajab emas, как минимум. Все по факту доказано. Tushundinglar? To sizlar bilan yana gaplashamiz. Efirdagilar bilan xayrlashib olamiz. Hammanglarga rahmat, charchamanglar. Aslida bitta infoni qoldirishim kerak. Keyin qoldiraman, короче. Omad hammanglarga.